Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar, qadrli kanalimiz a'zolari. Barchangizga xayrli oqshom deb qolamiz. Bugun sizlar bilan ustoz Xayriddin Sultonning Hayot ertagi nomli hikoyasini o'rtoqlashamiz. Nega endi hayot ertagi deb nomlanganini hikoya davomida birgalikda bilib olamiz. Azizim Goratsiyo, dunyoda hali shunday ishlar borki, kirmagandir tushda ham falsafangizga. Uilyam Shekspir. Endicha bolalar, ilonlarni ko'ramiz. Jim, shovqinlanmanglar. Qani Dilfuza, bu yoqqa kelchi. Chaqqon. Sevar qani? Bolalar. Ilonlar cho'llarda, sahrolarda, suvsiz joylarda, asosan sudralib yashaydiganlardan hisoblanadi. Tohir, qafasga yaqinlashma. Qayt. Hoy, kimga aytyapman? Saraton oftobi ayovsiz qizdirardi. Hayvonot bog'i qora-qora bolalarning qiy-chuvi bilan to'lgan. Qo'lansa hid anqiydi. Temir panjaralar atrofini zich qurshab olgan kichkintoylar, og'iz-burniga dastro'mol tutib gapirayotgan bog'cha opalarining cho'llarda, sahrolarda, suvsiz joylarda asosan sudralib yashaydiganlar haqidagi hikoyasiga mutlaqo parvo qilishmas. Bir-birlariga gal bermay, baqirib chaqirishar edi. Voy, ilonlarni qoch, chaqadi. Jahongir akamchi, ilondan sira ham qo'rqmaydilar. He, yolg'onchi, ilondan qo'rqmaydigan odam ham bo'larkanmi? Ana kobra, ana, vuy, mama, ish. Bu bolasi-ya, Malika opa? Qaysi biri? Bog'cha opa, 19 yashar. Dumaloq qiz Malika. Sal narida etyudnik kiyib rasm chizayotgan baland bo'yli yigitga o'g'rincha nazar tashladi-da, temir lavhaga qarab izoh berdi. Bu kobra emas, anakonda. Afrika o'rmonlarida yashaydi. Ayrimlarining uzunligi 14 metrgacha boradi. Nihoyatda kuchli bo'lib, uzoq ketmanglar. Qo'lingni ol, Tohir. He, quloqsiz. Quloqsiz Tohir katta shalpang quloq bola. Boshini sarak-sarak qilgancha panjarini taqillatib, ilonning g'ashiga tegmoqchi bo'lardi. Rassom yigit qog'oz qalamini yig'ishtirib, bolalar yoniga keldi. Ingichka, qop-qora mo'ylov yarashgan silliq miyiqlarida kinoyomuz tabassum jilva qilardi. Qani o'sha quloqsiz? Dedi u tarbiyachiga tikilib. Qani? Bir quloqni cho'zib qo'yay. Qiz sababini o'zi ham bilmay kuldi. Bular sizning bolalaringizmi? Rassom qo'llarini ko'ksiga chalishtirib, daraxtga suyandi-da, dunyodan zerikkan, horg'in kishidek namoyishkorona qiyofaga kirdi. Hammasi-ya? Bir o'zingiznikimi? Qiz ro'molchasi bilan peshonasidagi tomchilarni artib, teskari qaradi. Nega unaqa deysiz? Bu mening gruppam. Ha. Yigit mushkul ahvolda qolgandek, uzun barmoqlari bilan yasama jiddiyat qalqigan cho'zinchoq yuzini siypaladi. Otang nima? Deb so'radi u oq lenta taqqan puchuq qizdan. Nadira. Senikichi? Purqat, dedi ko'zlari ko'm-ko'k, yo'l shortik kiygan bola. Malades, deb maqtab qo'ydi yigit. Senchi, tilla yigit? Manmi? Mana otam Alisher, deya kipriklarini pirpiratib bidirladi gilam do'ppili bodomqovoq bolakay. Rassom olamshumul g'ussaga g'arq bo'lgandek oshkora g'amginlik bilan bosh chayqadi.
Odamlarning ishiga o'lgan keladi, deb ming'illadi u qizga qarab. Osh ichgan idishi yo'q, itining oti Marjon. Tavba! Tohir yugurib keldi-da, mitti ko'zlarini yiltiratgancha yigitga qiziqsinib tikildi. Amaki, sher zo'rmi, yo'lbars zo'rmi? Deb so'radi hovliqib. Yigit kulimsiradi. Bolaning qiyshiq qovunday boshini homiylarcha silab, ikkalasiyam zo'r, toy bola, dedi. Tohir lablarini cho'chchaytirdi. Ishi, jabilarkansiz. Ikkalasiyam zo'r bo'lsa, qanday qilib qafasga solishgan? O, toy bola, senga nima desam ekan? Bu bog'cha opang ertak aytib bermaganmi sirayam? Aytib berganlar. Odamlar to'g'risida ham aytib berganmi, yo'qmi? Toychoq yigit. Shuni bilib qo'yginki, ilonlar, chayonlar, yo'lbars va timsohlar, hatto begemotlar, anavi tulkilar ham odamdan kuchsiz. Uqdingmi? Endi borib o'yna. Menga xalaqit berma. Vaqt bo'ldi. Yigit keskin burildi-da, tez-tez yurib ketdi. Tarbiyachi qiz gap so'zlari g'alati bu kimsa ortidan angrayib qoldi. Bolalar birdaniga chuvullab yuborishdi. Malika shosha-pisha qafas yoniga yaqinlashdi. Panjara eshigi tagida uymalashgan bolalar halqasini yorib oldinga o'tdi. O'rtada pochoq qora kastrolka turar. Ichida ikkita sap-sariq jo'ja tinmay chiyillar edi. "Hoy, jo'jani o'ldirib tinasizlarmi?" deya baqirdi ko'k xalat kiygan qoq suyak ayol qafas qulfiga kalit solarkan. "Bolalaringizga qarasangizchi, singlim?" Malikaning yuragi shuv etib ketdi. Bolalarning qiy-chuvini sal tinchitgandek bo'ldi-da, "Nima qilasiz, opa?" deb so'radi tovushdagi titroqni yutib. "Ko'ryapsiz-ku, nima qilayotganimni." Xodima xushlamaygina javob berdi. "Hayvonlarning ovqatlanadigan payti bo'ldi. Siz ham, axir, mana bu churvaqalarni vaqtida yedirib ichirarsiz." So'ng yapaloq sopol tovoqqa chelakdan suv qo'yarkan, "O'lsin, yarim soat kech qoldim. Zubayda ko'rsa, toza g'alva bo'ladi", deya ming'illadi. "Voy, hali jo'jalarni ilonga berasizlarmi?" Ayol o'zini eshitmaganga soldi. Kastrolkani yerdan ko'tarishi bilan bolalarning qiy-chuvi temir panjaralarga sachradi. "Vo, ilonga tashlar ekanlar. Vuy, unaqa qilmang, xola. Jo'jalarni menga bering. Ana og'zini ochdi. Ana, vuy!" Kichkina Dildor yig'lamsirab bog'cha opasiga yopishdi. "Malika opa, qarang, jo'jalarni." Tarbiyachi qiz yuragi zirqirab xodimaga iltijoli termildi. "Opa, bu go'sht berib qo'ya qolsangiz bo'lmaydimi?" Ayol indamadi. Eshik tirqishdan jo'jalarni oldinma-keyin qafas ichiga tashladi. Cho'zilib yotgan ilon qimir etmadi. Jo'jalar bir burchakka qisilib ayanchli chiyillay boshladilar. "Hoy, xola." Tohir xodimaning etagidan yulqib tortdi. "Chiqarib yuboring jo'jalarni." Uning qop-qora yuzi oqarib, burun kataklari pirillar edi. "Ha, nega do'q qilasan?" Xola bobullab berdi-yu, bolaning yig'lagudek bo'lib turganini ko'rgach, sal hovuridan tushdi. "O'zi shunaqa-da, bolam. Bu dunyoda hamma narsa bir-birini yeb kun ko'radi", deb tushuntirdi u panjara eshigini qulflarkan.